bu indiyalıların öyüde özgüçe bir nersi bağımıdı dep şunda qarab baktım. Bu kişi şu Rice familylik Talbot, ismi Talbot Rice. Bu indiyalılarınki Utursirkemde asaslık çoğun familya, çoğun aile deyimiz. Maşı öpçürdükler, bunların tukalları mağla, şu tukalları mağı apsırla dadısı maşı çoğun oğan üy mağı. Apsı yakında çıkıp gitti. Siz kancınçı yılı, qayerda doğulgan, ata-ananız ve şu aileniz hakkında bir toxtulup etken bolsanız? Boludu. Benim to'liq yerim Követan'ın Olca şehrinde 1959 yılı 11. ayının 20'si dünyaya kettik ben. Bize aileme, bizim cak bala, 8 bala tok, 3 kız 5 oğul tok. Bize ailemne ait hoşallık, işi tolgan, ait bir kömürlük bir aileydi. Ailenizdekiler yani Gulcu'da dehqonchilik yoki qanday bir kasb bilan shug'ullanib ekansiz cho'ng Burun bizniki shu Gulcu'daki Qalbiyat ishxonasi degan ishxonada shu yerda ishlab shu yerni zavxozligini qilib 70-yillarda unikini Medeniyet qiladigan keyin do'piga deb boshlangan vaqtida dadamni akirib 9 oycha sulab qo'yib chiqqandan keyin dadam ham hech qilmagan. Shuni o'zi xafa bo'lgandek qo'llab shuni bilan bo'ldi men bu xizmatni qilmayman deb o'zini hunari muhabbatida shuni bilan bu oyoq kiyim tikish bilan o'tdi. Shu jarayonda bizim o chaqlarda kichik toq bizim ben de maktabda tezek o'qimaganman. O'qimayla shu jamiyat kichik tijorat qilib kichikimizdan ishlatishimiz pichoq bilan boshlabmaganda tijorat bilan bo'lgan. Keyin kunlikda 14-15 yoshga kirgan vaqtlarimizda undan keyin biz dadamning kasbini elib muzlik qildik. 80-yilga qadar muzlik qilib 80-yildan undan keyin zagachilikqa o'tdim. Enim Anvar zagachilik qiladi. Oljada Gilantur bozorining ichida zagachilik u yerda bir 15 yillik u yerda ishlatdik. 90-yildan keyin bu Almaty'nın keyin Qozog'istonning yo'llari ochilgandan keyin biz aşağıda ancha dükkanımızın battı bizim zaga dükkanında o dükkanga az dolu malını mesele koyup arlaştırıp mekine kılıp alın tarafa çıkıp girip başına sodalarla şoğullandık. 95 yıldan tatip bilge şu anca bizim ayın bir inim battı ulama küçük inim babula bilen birge şu mal gezip okuduğumda. Keyin men 96 yılı Gulcu'dan 7. ayının 7. gününden tatip Gulcu'dan çıkıp geldim. 96 yılı. 96. Ticaret bilen şartqa çıktık. O çıkan bilen hem de bizdeki hazır şu vaqtdaki mi hem ilm meşrep kuruldu emas mı Gulcu'da hem meşrep kurulup yerken bazen bir tansızlar kelip belki futbol oynayımız meydallar futbol yürütüp ben de başında askerliklerini kazan bolgandan keyin biz aşağıda turuş imkaniyetimiz bo'lmay qoldi. Shuni bilan biz Qozog'istonda savdo-sotiq qilib turib, ayadin ondan keyin biz shu Kanadaga burun chiqib ketgan Qozog'istonlik Qiymkam degan bir odam bir xat yozibdi shu vaqtida. Shu xatni yozib Almatyga avatgandan keyin o Almatydagi o xat bizning qo'limizga tushib, o xatni o'qisak ham bu yerdagi sharoitini böyle erkin adam oz ishqinat muhtoj bunda yabolganlikdan bu yerdagi hayot hamda boshqacha deb bakkalaqindagi tasvirlab yozibdi. Shunga qiziqib biz uni boshqa tarafga chiqib yozsak degan niyatga kelib mushaqqa
Yolmadık. Kırgızistan'da bir işlerimizni dedik. Bitirip şimdi onun 2017'de 1997 yılı 1. ayının 4. günü biz müye düştük. O Ya 2. ayının 4. günü çıktık. 2. ayının 4. günü düştük. Ertesi 2 günde biz özümüzün kimyadan bazen bir takımı toplaş bilen biz yani arka pişkansı görsek şu 97 yılı 1997 yılı 2. ayda 2. ayının 5. günü boğan ili vakasıdaki şu resimlerini gezdik çıkartırken bula. Şu gezini arka pişkansıdan bir gün keyin şu yerden taptık. Qarsak aşağıdan biz bildik ondan ekan bu vatandagi o'sha eli vaqasini bo'g'anligini. Жаңа shop etdinmi? Haqqan. Shuning bilan shu jarayonda kelib shunday qilib o'tdik. Bu yerga yerlashib qoldik. O'chaqda kelgan vaqtimizda boshqa Uyg'urlar yo'q. Bizning vatandan chiqqan Uyg'urlar yo'qmi? Qozog'istondan Nurmamatgam degan odam shu qiyimkamlar yana bir yosh bolalardan biri Şubat'tı. Ama bizim vatandan çıkanlar yoktu. Şu biraz kelgen vaktimizde benim inim bilen bir yer edilgen bir bala var. Şu 4-5'imiz geldik bir yerge. Şu bir yerde oturup til yok, anda kıyımçılıklarım şundan oldu. Bizge uçurup olmagan diken. Dashlabda kelip iş olsun, mayli qaysi tarafda bo'lsin bizga uchur olmagan ekan biz bir yil, ikki yil undan qiyinchilikni tatdik. Meniki mana ishga inim mendan burun bir 10 kun burun chiqib ketgancha bular 13 kun burun. Bular 1. ayning 21 Kanadaga tushdi. Men menga chiqib ko'rib ketgan Abdulazaga degan Abdulatkan bilan bizniki bir o'xshash kasbga shu vatanda bir bo'lgan. Bu adam bilen birlikte geldim, ikimiz yalnız geldik. Gelip biz şu Amerika'ya düştük. Amerika'nın Nöyrük'ten şu zaman toxtamayla biz keçide saat 12'lerden bileti elip biz Montreal direkt tarafına Kanada çigresi. Çigresine yakın yerge vaktimizde var. Abdülün çıkıp bir taksiyle bilen şu Amerika'nın çigresine eklip taşlap koyulurken ötmeyi turuplar. U yerden biz piyada hem de kış vakti 2. ayının 4'ü degan özüm sokak qamına aytın jaqiyib o çağlarda. O'sha Amlatgam ishkimizning bo'ladi, ishkidan sumkamiz va chamdalarimiz va kemkichkamiz. Hamda bu chegaraning bo'yida ochiqchiliklarga u yerdan tushib biz menib to'q bu qayerda bir chegara vardı deb menib to'q biz shu oraliqda bir chegaradan o'tib ketdik biz. Xaritim yo'q vaqtlarda. Xaritim yo'q. Chegaradan menib o'tib ketdik. Bu qarsak yana shu yeshilmi yo'q yerga chiqib qoldik va to'xtab turinglar. Bu yeşilmi yo'q yerga chiqib qoldik, biz o'tib ketdik nima deb kaynimizni qarab, bunda qarsak bir kichik bir botkada birisi gazeta o'qib o'tiribdi, shuni so'rab boqaylik deb berib, endi uchoq tilini bilmaymiz. Shuni o'rishimiz bilan tanlab, o'mi bilgandikin davomli ayaga adam kelib ketib yurgandikin. Bizga immigration ofisini chegaraninki ko'rsatdi. Ayaga borib bir kichik paka uylar o'jaqda. Hozirgidek emasdi. Şu öyle aşağı var dedi, ongacha aşağı uydan birisi chiqib bizning qonun planlashtirib merkelanlar dedi. Bordik. Berib kirgandan keyin u yerda hamda bir necha odamlar bor ekan, aşağıdan o'tgan shundaqa refugee bo'lib kelganlar. Biz kirgandan keyin nereden kelganimizni dedik, biz shunda pasportni ko'rsatdik, o'zimizniki pasportini. Biz o New Yorkka chiqqan vaqtimizda biz boshqa pasport bilan kelganda ko'rsatmagan. Bu yerdan bir kirgan vaqtimizda o'zimizga pasport bilan kirdik. Uni ko'rgandan keyin a'lo bizim gapni tushunmagandan keyin bir yerga telefon qildik. Bir Xitoy qizi telefonni oldi. "Sizlar nereden keldinglar?" dedi. "Biz Şinjandan keldik." dedik. Dedi, "Sizlar Şinjanni yaxshi ko'ramsizlar, yaxshi ko'rmamsizlar?" deb mas'ulni so'radi bizdan. Xitoychalar degandan keyin biz yaxshi ko'ramiz Şinjanni. Dedik, şöyle gap so'radi. Ondan keyin bo'ldi dedi, boshqa gapni so'ramaydi bular.
bütün dokumentlarimizni qo'l barmoqning izlarini elib qo'yib, biz bunu dokument qiliblar, endi qo'limizga tutqizib, endi kirib ketanglar, Montrealga kirib, o'sha yerda bir bino bor. Shu yerda tursanglar bo'ladi deb adreslarni berdi. Shu oraliqda biz atdiganda borgan bo'lg'achqa, avtobus soat 3dan soat 3lar bilan keladi ekanda. 3 kishi ham bu yerda saqlab turmayli deb bir boshqa mashina tapaylar, bir taksi chaqirib bersang deb shu bizni so'ragan bir ayolki isaka bo'ladi deb telefon qilib boqdi, u yerga telefon qildi, ammo bu Öpkörüde bu taksi yok ekan, ijroq ekan taksi. Sizlar ashada turib bir qaysi mashina uchrab qolsa, shunaqa desanglar bo'ladi degandek gapni qildi ham. Tushundim, tushundim. Biz ham. Bo'ladi deb shundan chiqib to'qmishda turdik. Turib men hamda u chaqda mana buni inlarim Montrealga kelib bo'lgan vaqtida men bularga bir telefon qilay deb chegaradan o'tib menda qarsam nerede bir yer bir restoranda telefonu ichib kelay deb bordim. Berib kelsam, yo'q Abdulkam rahmatlikka mana shu nimalarni so'mkalarni mishada turib turing deb qo'yib ketgandim-da. Berib telefon qilib kelguncha qarsam u yerda odam yo'q. Yo bu odam nega ketgan bu deb bu yoq qildim, yana shu ichiga kirib ketgandim tamojniki deb u yerga bordim, yo'q. Bu o'zim so'mkalarmi yo'q, o'zim yo'q. So'mkum yo'q, o'zim yo'q. Sal ansizchilik bo'ldi-da endi bunga. Deb shuni bilan bu qanday gap bo'lib ketdi deb shu oldiganimga qarab tursam, mana shu Montreal tarafdan shu qora ko'rinib kelyotdi-da. Qarsam mana shu qo'llarida shunday bir nimalar bor, shunday qora ko'rinib, "Ey, ashuma nima?" dedim, ammo farq qilib qilmayman-da, shunday bir nima sho'lisini bilmayman, ammo nimasini aylanib qo'ymayman-da. Shundan bir desa, ikki desa men oldiga bordim. Ba'zan shu obdetgan. So'mkalarni bu yerda nima ish qilyapsiz desam, u yerda bu odamni deb berishdi. U yerda tug'an ekanlar bir mashinaga qolibdi-da, bu arabning mashinasiga, o kichik mashina. Meni ag'ashga deb sharoitli qilgan chiqar debdi, so'mkalarni mashinaga besib bilan elib minibdi. Endi o'ylagan hayve tesirib yo'lchi. U odamning o'yida amna ash restoranning o'diliga kelib to'xtatib qo'yib turib, meni chaqirib elib bundan mangmoqchi ekanda. Shuni bu mashina u yo'lda to'xtamabdi. To'xtag'ini bo'lmaydigan yo'l zaten hamda o hayve. O to'xta deb shariat qilsa, unimay bu o'tib ketibdi. O'tib ketib, bir yerga borganda, bir holi to'xtatqidagi yerga borganda tushib bilib, shuni bilan o odam keyniga qarab mangan gapda, işte so'mkani o'ziga otib, bu mo'yinda qildi, deb uni tushundigan bo'libdi endi. Dedik u yerda biz shu oraliqdan yana kelib o'shadan saqlab turdik. Bir vaqtdan keyin bir mana Filippinlikmi shunday bir ishga ayol ikkisi bir mashinada turibdi o'shada. Sen nega borsan Montreal desak, Montreal dedi. Biz ag'ash ketamiz deb pul chiqarib ko'rsasak, bo'ldimi ag'ash ketaylik Montreal dedi. Ona bir $30 pul berdi. Shuning bilan u ilib mingdamdi. Elib akirib bizni mana shu Montrealniki mana shu Kosan Katarin deb bir yer var, Victoria Kosan Katarin Plummon'dan deb qo'ydi yani. Ashad turibdi. Shu yerga biz downtownlarni besib uchoq deganda qa degan shunday yig'ib ketgan ilk shaharning ichiga kirsak, shu qa degan shunday dugulinib ketgan bu qanday kelib qoldik biz deb o'zimizni so'z ansizchilikmi bo'ldi. Eşkil bir yanıza bir muhitga keldik-da endi biz. Havas soğuk, natunuş bir yanıza bir muhitga keldik. U yerdan shuni bilan u bolalarni u yerdan so'rab, adresini bu yerdan so'rab keldi. Kelganda bizning mana shu Nurmuhammad akamning uyida uyga birinchi shu yerga kirgan bo'ldik. Kirib bizni keldi deb tamoqlarni qilib turgan u yerda tamoqlarni inlarim bor. Bularni bir o'yin ep qo'yib kelgan edim. Yerni yaqin o'zimizning bolalar ağa uyga chiqib ketdik. U yerda uchimiz bir uyda turdik. Bizning ishlarimizni hamda keyin hukumat hammasini hal qilib berdi bizga shu turishlik xarajat puli, uy puli degandek shunday yordam qildi. Kelib bir necha vaqtdan keyin şu aralıkta hem de bizimki bazen bir işlerimiz bitkiçe biz hem de Fransızca haftada 3 gün 9 saat, 3 saat aynı okuş.
Kanada'nı qaysi şekilde nima uchurgasa sen yoki nimani yaxshi ko'rib, qanday tanlaganinglar? Endi bu yerdagi tanlashimizda bizni abim deb ketdim, mana shu Qiymkam degan odam bir xatni yozibdi-ki, mishaninki sharoitini yozibdi. Buningda endi bu yerda shunda ishlasam shunda yaxshi bo'ladi ekan. Bu odamning insoniy tarafdanmi bak erkinchilik, haqiqiy bir insondek yashagani bo'ladigan ekan. Ham zimini kengri bu yerga kelib yashsak bo'ladi ekan. Bular bak yana sharoiti bak undan ekan deb o'sha odamning ash xati bilan ham to'liq esimda qolmabdi odamning yozgan xatlari. Lekin şu adamның ta'sirligida bizningki boshqa yerni tanlamay, shu Montreal, shu Kanadani tanlagan emas. Shu bo'lib qoldi, shu sababdan biz tavsiya qilgan odam bo'lganligi uchun mishani tanlab qoldik. Tanlaganimizga loyiq bizga Alloh mishani nasib qilibdi, shu ishlarimizni oson qilib berdi. Shunda o'ngishliq keldik. Kelgandan hamda qiyinchilik bo'ldi, bir yerdan bir yerga kelgandan keyin bizda til yo'q, ya'ni bilim yo'q. Ya uçturu yok, burun kelgenler Uygurlar özü girip bir işlerini başlarında Uygurlar bombagandıkken biz iş taraftan mı demellikka sen kıynaldık hem de bir acıya yakın. Türk kırındaşlarımız battı ama şu hem de çoğu meçit de San Michel'de koymuş ya da hem de Türkler yeni de bir meçitleri bir şeye cemaat olup Türk'e. Şu meçitler bağdık, beri şu Türkler bilen ançım için münasebetimiz oldu. Aşılar işleyatkan yerge mesela bizden bir balı vardı hem de Nimişken küçük balıydı. O balı elikindeki pucak öndürdüğüm bir zavatta işleyitken. Yani 3 gün öndürdükken bu pucakni. Şu zavatta işleyitken ben seni aşağıya apara işlemse dedi işleydim. Hem de benim işleydiğim yerimde mi pek uzak ya hem de. Bir saat metroda alsak mı bir saatin aşağırak beni bardağa ya, utağa yerimde. İşley dedim, aşağıya verip işledim. Birinci işlişim aşağı oldu değil mi? O bala aşağı özü yalnız öndürdüğün, bıçak öndürdüğün, şimdi 9 baraban var, hem de şimdi üstürdüğün. Üçten, her günü üçten çıkardı, üçten salıyordu da. Şöyle öz yalnız işleydikken, kağallama var, o yoğun yani bir bıçak varken onu çıkardılar, o ayrım. Şunu olan bir yerde aşı balı bilen billa işildim, o balı bana öğretti. Kılıçını, ben de aşağıda işleş jarayanında bunu emmesine öğrendim o işle. Keyin o balı ağa grupaga chiqib, ben özüm yalnız kaldım yerde. Özüm yalnız etende kelimen, üçne, aşı üç barabandaki üçünü çıkarımen, aşı ündümünü, ayakta su bilen yuyduğun nemesi var. Aşağıdan içtiği salama, onun içtiği yana 3 kuta. Bu kutada 3 dalını uğrukunu koyup yana munguzup koyamaz sularını tanışır. O mene orada onunki ağını jüp tazlap biz yaşık kaçılap tepsiye çıkıp suyu sakıgandıkken onu paket kılımız bundan suyla kaçıp paketlap markalarını biz başını maşinler bile ben üzemem mesela üzem kılıp etiyen saat 7'de başlayımız saat 1'de tügetti. Keçi birdi mi düştüm? Düştü. Ha. Birde tügetti, birde çıkışta onu tügettim. Üyeden yenip onunken ben bir bizden aşağı tuğan mahallimizde bir magazin battı, İralıklarının magazini. Şu İralık magazininde kasap kılıdığı yerge kırdım ben de aşağı işle dedi, makul deyip üyede işledim. Eyedim barıma, eyed işleyme. Kendi iş geç. İş kılım ben de. Üyede 9 geç işleyme, saat şirketin 9 geç. Aşında kılıp bu işlerimiz nesel rivajlandırdık. Aşında kılıp durup onunken ben şu magazinin uduldu bir küçükken bir aşkana vardı ki şu aşkana açayım deyip o aşkana açtık onu. Ben eyedim işlemedim. Özümden azıcık okuşum gerekti deyip onun için biz iltimat kılığın İngilizce mektepten vurarak çıkıp kaldığı için ben İngilizce okuşa kirdim. Üyede bir 6 aylık okudum. Onun için biz aşkanı okuştular. Şu aşkanı açtık. İçip onu bir yıl açtık. Bir yıldan aşağı vakit içtik. Bizimki başı 99. yılı 12. ayda mı 11. ayda onunki ben onu takip edip ben özüm yalnız kılıp
Ballar chiqmagan vaqtda restoranda qizlangandan keyin uni taqib etib turib mana shu magazinda ishlayverdim. U yerda xeyli ishildim. U yerda ishlab ungacha 2000-yili oyga bolalarım chiqdi. Bularni chiqib olgandan keyin yana o'qishga, men o'qishim chalib olgandan keyin til nimam yo'q bo'lgandan keyin yana 6 oydak shu o'zgalar bilan birga berib kelib o'qidim. O'qishdan sirt hamda shu nimada magazinda ishlayman-da. Aşağıda ishlab 2002gacha u yerda ishildim. 2 yil aldıkken olab 3 yıldak bir yer işlettim aşa qassoblikda. O bana bir tecrübe oldu. Men qassobchilikning burun hech qanday bir ish qilib boqmagandim. Ayga kirib go'shtning qandaqini, nega bo'limiz, qandaqini qiyma qilimiz, qandaqini endi bo'lib ulamaylik ayrim har xil yerini ayna satadi ekancha. U yerlarni hammasini to'liq egalladim. Egallab bo'lgandan keyin men bir zavodga kirib ishlayman deb bir plastik zavod var. O çağda bizim inlerimiz kirip plastik zavodda ishlayotgan. U yerda bir ishlab boqay deb u yerda ishildim. U yerda saat o Laval degan hamda bor shaharning sirtidagi cho'ng zavod. Shu zavodga kirib men 2002dan boshlab u yerda ishildim. Atdiganda u yerda saat 7da boshlaydi. 3 kishi ishlaymiz u yerda. 3dan keyin kelaman. Undan keyin qo'shimcha chiqish ishi mana kim kechak bilan tikadigan kompaniyalar bordi. U yerga kirib o'nimi qildik. U yerda 2 kishi qildim endi. Shunda ishlab yurib keyin mashinchiliknikini sen uy qilsang bo'ladi, mashinani biz uyingga qo'yib qo'yaylik dedi. Bo'ladi dedi. Uyga olgan uyninki hamda aslı yer aslı batıda bir kadın. Yani bir cündüştürüp tam aşağıya maşinini şunu koyup ben eğer işleyme işte kayıt gelip lam ağlanı işin ip kelime bazı özleri ekip durdu. Yer aslı kırıp yer aslı da saat 12 bir gece şimdi işildik. Gittik şöyle bulduk ülkeler yok. Bazı ballarım yardımını jipini kesediğin o işler. Aslında kalıp 2005'e kadar ayna işlep geldik. Ondan ki özümüzün xeyli tirildik hamda. O çağda iqtisodimizin bombagan bir yerda nolga kelganda aslında iqtisodni topgandan keyin biz endi o'zimiz kelib biz tijorat qilib o'rgangan bo'lgandan keyin o'zimiz oldimizga bir ish qilaylik. Degan asosda shu yana shu oshxona ungacha Uyg'urlarni ko'plab kelgan edi. Xeyli avib qolgan vaqtda. Ondan keyin biz bir oshxona ochaylik deb shu oshxona qilib bir oshxona ochdik. O mamash ko'tini ishlagan yerdan ochdik. O oshxona vaqtimizda biz turishlik Yaqub hojam bilan yana bir sovetlik bir bola bordi. Shu bolalarni ishimiz ochdik o'chani. Endi oson emas uni kelib ishimiz bilmay turib hech ya yo'qlab ketimiz ya bağladığımız deplam tevekkülsüz açqanga qo'ygan biz açqan tamoqlarni mangmamda degan maqtal oluvchilikda uchimiz birlashib ochdik. Yaxshi bo'lgan. Keyin bu yerda undan ochdik, abalaylik sovetga bola chiqib ketdi. O chiqib ketgani Yaqubjon bilan ikkimiz, undan keyin shu Nurmamatgam deb bir Tanjin deb bir odam bor. O odam kelgandan keyin o odam men shunday bir ish qilsam 2 yıllık nimiz bilen kelgende men bir iş qilish kerak vardı. Kapatçısı. Başında işte dedim, "Bultunda smaşaga kiring" dedik. Üçümüz bir neçe vaqt açtık. İçip ondan keyin men inlerim bilen bizim aşa Xitoyniki Chinatown degan bozorda yo'g'on bir restoran mishani assa deb qoldi. Şu vaqtida hamda maladan chiqib men akaga yurib ochdim. 2 yil ichib shu jarayonda hamda maya chiqqani batma shu o'tlagan yerimizda ko'ngli qushqani mishadi. U joqda shu tudishadi ham kelib mishani ichib o'tgan vaqt. 2007da bu yana to'qqiz bular o'zi Torontoga ketirgan bular. Torontoga ketirgan bo'lib qolgandan keyin bu yana bir Pokistonliklarga bergan. O Pokistonliklar
6 ay açtı yani. İçip bulaylı kısal ressiz boğallıktın bir yakin takılıp kalgan. Şu takalga vaktida onun aldıda hem de maşının ilgisi bilen, maşın Indiyan müşahedeki maşının ilgisi bilen böyle yakın paranışıp ötettik de. O dedi bir gün an takı desen kanda kılsa açamsa dedim, ben açay dedim. Uçakta şu restoran işlavat kavaktim dedi. Şunu meye gelip bunu aldım. Elip şu ablatkam rahmetli bilen işkimiz müşahede içip tazdıqanımı bir ay şunda kıldık işçiler yasaydık aylarını yasap nahayete yaxşı kılıp konusuma ve eplep bir yan bir 2-3 yıl açtım. 2-3 yıl içip olgandan keyin emdelik konunu eplesan esin ketedi bu yerime bakma cık küçümüz ketdi hem de bu yasayıp. Şunlarla bu oyuna ilgisi bilen ben mayakı birinin sağsa kada karaysa desem mesela nemi sağsan sağ bu sen kılman desen, ben yardım kılman dedi, bolu dedi, ma bildiğini, maşa okuşkandan ki yığılı bilen, maşını saldık. Bunu umumama nayet yaxşı köp yardımcı oldu. Bu özümün elki gipede turduğun bulamı Indiya bulamı, elki bizimki özümüzün micazi düşürdükken bulanın micazi, bir kırğın gipede turduğun. Buna oturumuzda hiç kandak bir kağıt, hüccet bir şey mi yok bizim bir yere kirgenden ki. Bu ağızlık söz bilerler. Şu söz bitti hazır buna 16 yıl oldu şen iç otumuzda. Sonra bunun yardımcı oldu. Ben bunu hem hile pul kaçıldık. Kaçlap bunu mançilik adatga keltirdik. Şunun yağı işlerimiz mi yaman emez oldu. Ama konteynerlarını yanlarken koyduk. Biz her bir kurvallıkta koyucuk ekelimiz buradan yetişmey. Konteynerlarını şekil koyup. Özümüzdeki nemsil handıldık. Mayahne kiyin bunu çıkıp da mahvetkenden yani içimde. Devamlılık bu. Benim bilen billah. Benim bilen billah bir şeyde mesela yaşaydığın yeri var mı? Tazlık kıldığın yeri var mı? Maşı öz yardımda buldu. Hazırlık kadar oğlumu var. Ben de bir şeyde işleydim. Özümü var bir şeyde. Ondan keyin bu işçilarga hozir o'zimizni qo'shganda 7-8 9 ashunda bo'lamiz. Ba'zida 10 bo'lib ketamiz. Ashunda bularning ham tomoq masalasiga kelganda mashuning ilgisi o'zi men bo'ldim men tomoqni aytib beray deydi. Tunda tushda atganda bir vaqt tushdi bir vaqt tomoqqa bor. Bular davomli qayt tomoq aytib bir kun atlatmay tomoq tarafdan kelib chiqib kelyapti. Bu pek yaxshi o'zimga haq bilan chiqishga müşahede işçiler bilen mayli biz bilen bo'lsin nayt yaqin oiladek bo'lib ketdik buni bilan. Bu yerliklar Uyg'urlarni tushunamdikan, bilamdikan yoki Uyg'urlar qanday qaraydi ekan? Endi bular Uyg'urlarga hozir bizga ishchi og'irtdi. Endi lekin bularmi ilqindek ashunda burunqi dattatgan bo'lishqa sizlarmi bizga o'xshash shunda kansizlar shu bizni shunda burun ashunda jiqirib etgan bizni. Sizlarmi shundoq ekansizlar deb ish og'irtgan bo'ladi, lekin bular hech qancha ish qilib bermaydi. Hozir dunyoda hech kim ish qilib bermaydi bizga uchun. Shunga o'xshash bular ish og'irtdi. Taqdirdosh his qildi ekan. Ha, taqdirdosh hisoblaydi. Bularniki bizniki shu vatandagi uşaq bolalarni hammasini yetkab aktiv bular tarbiyalar qilib, menisini yuvatgan bularni anglab bala deydi, biznimi shunday qilgan, biznimi bolalarimizni hammasini shunda aktiv yig'ib to'plab bular ideyasini o'zgartirib bizdan shunday qilgan o'xshashga biz bilan deb shunday qaraydi. Lekin bu bizga qilgan pozitsiyasi nihoyatda yaxshi. Bular bizga hammasi degidek bulardan sirtkida qo'rqidi ekan, hamda bular qanday qonunsiz bundaq ishlarni qiladi, bular odam o'tirib ichidaydi, bu degandek tashviqlar bo'lgandan keyin bularni qo'rqib fransuzlar bevosita kirib meyaga bir ish qilib ketmaydi, qo'rqidi ular, asosan kirmaydi desak bo'ldi. Adım başka immigrantlar, başka yerden gelen Arap qarindoshlar, Türkler, Afg'oniston degandek Müslümanlar, ular kiradi, bular mayli qanday immigrant bo'lgan ekan.
Bular bilan yaxshi muomala qilsak, bular ham shunday yaxshi muomala qiladi. Bularda hech qanday gap yo'q. Mana bizim o'shada 10 yildan oyog'i o'tabdiq, yaxshi o'tadimiz. Mana bizniki shu vaqtga sog'an qo'ton 2010 sog'an buni. Mega ma bitirek qo'ysalaymiz, bitirek aytib solaymiz. Bugun yakshanba ma taqaydigan kunimiz boshqa. Oxirgi kun mal tugab majbur qoldi. Malni ham erta olamiz. Her dushanba kuni mal olamiz. Nima qaysi hayvonlarni maqsadida? Mo'zay olamiz, kala olamiz, echki, qo'y degandek hammasi bor. Maşallah bor. Hamda to'qolani azı kompaniyadan akilib setyapmiz, avval kompaniyalardan. To'g'imi bor. Hozir bizning ham satilganimizni asaq hamma nima bodishak bo'ladi. Beli, qo'y, to'g'o, poqa, bittadan organ yeydi qilgan nima bo'lsa. En çok xaridorlarınız muşu yerliklermi yoki qayaga qanday setildi bu yerdik narsa? Bizdeki asasen immigrantlar acı kalındı. Araplar deymiz, Türkler deymiz. Maşallah hamdülillah biz özümüz soya büyüşünü yaxşı görgeçken Müslümanlar özleri kelip tanlap ya da ne yapırdı onlar soya ekşidi. Onun ki makallar ama Afrika'nınki xaridorlarımız köp. Her gün gidek hem de Afrika'nınki kalırdı. Hatta bir nispeten de maşa Ottawa, Toronto bu tarafki kitap var lazım. Aşağı biz deli bakırımız. Bula asasen kala bile echkini yeydi Afrika'nınki. Echki köp malı. Kalıdığıma aşı çoğun yaş kalılarını, seyirlerini yeydi bular. Aşında kılıp kitap varımız fikamını. Afrika'nınki terisiyle yiyişini yaxşı görünüşü bular. Şu an çıkan aşı nimini, echkini fitilipler. Bunda kesip, zımda sıcak altıyorlarla kaçalap buna, yaş kaçalap peçetler koyumuz. Yaşkilerle ektiyordu bunu. Aynı alırdı. Echkininki terisini mi yeydigan millet varken de? Terisi başını fitilip yiyenden falan doludu bunun terisi. Qanday? Koyunun beşini fitilip yiyimiz var. Şuna okşaysan doludu. Bunu hem de köp milletler yayıyor bu terisi bilen. Özünüz bir şeyde ekilip mozaydın çoğaytıp kıldığı iş yok mu bir yerde? Yok buna kılmayımız. Biz uzunluk halimiz yaptığı soyup daha şöyle satımız oldu. Biz bekip üstemeyimiz. Kalla yoki qo'ylar şu Kanada'nın yüzde muklamda keteldiğin kilemli başka devletlerde. Başka özününki. Kanada özünü çıktı. Bolup mu köpekninki hem de malı kegende çaresi yaxşı. Qo'ylarning ama ta'mininki sal ustunligi bor. Bu yanigini köpekning desam de bak yaxshi deb qaraydi go'shini, ham tatliq go'shi. Yem keşekler bu Kanada'da neyim yeydi? Yani saman biz vetellerde saman kılattık, elep kılattık degendek. Neyim yeydi bu? Hem de bu da amında saman elepni kılmaydıken hem de bu bakkoçular saplamış, sırlış da koyumuz var. Sırlış bir yerdiken hem de şundan kullanmak. Ondan set bu da kulak verdi. Özüne gelen kuncuru da koyumuz var. Şu kuncuruyla kulak verdiken bu da. Meyerdinki mesela koy yoki kallarda göçte bizim vatanninki bilen siz qanday farq ko'rdingiz? Nimiz farq gibi yani? Vatandaki bilen hem de okşamaydı. Bizim bir yerde öyleydi baksak aşında bakat hamdeli alaplarını itip samanlarını kılıp köpeklerden beri tokan bir yerinde köpek işletmeydikken bulan hem de çoğun farmlarda maksus üstürüdüğün onun için buğdaydıgan aşında farmları var. O farmlarda asasen konaklarla kuncur dapıyımız işlep çıkarılgan bunda nemisi var. Kuncur okşayacak. Şuna olan bakır iken buna asasen. Belki yiyen yem keşekке, havasıga, soğuk münasebet kılışı mümkün. Bu bizim Uygurlarınki koy güçü yoki öşkü güçü, kalı güçlere qaraganda bularınki de farq qanchalik ekan yani nima jihatdan farqliga go'shtning ta'minimizda masalan qaysi yaxshi ekan yoki qaysining qanday
nima sabab deb qaraysiz yoki bu farqlarga? Endi bizim o taraflardaki köpünçü koylar yaylılarda bulundu, yaylılardaki erkin köpün yapıyor. Ulanın göçünün kimi farkı hem de başkası oladı. Hem de bu şorluk yerlerde olsa ama cennet taraflarında bizim vatandaki şor oğallığı için uyakın göçü bekerek tatlı oladı. Meyede onda şor yok. Lakin tuz yalıtıdı, yalıtkan bilen şorluk yerindeki çöpüge meyan o çöpleri okşamaydı. Ya yamğoğlanla maşı çöp ösüldüyse çöp niyeydi. Yani kim hem de göçü mahvolak geldikten gözlerimizde tatlı var. Tatlı. Bizim o vatandaşında tabii bir tatlılık hem de. Onun da malını geçireyim. Harika bir vatandaşım. Kanada'nın üzününki hayvancılık üzüge yetemdike yoki boshqa davlatlardan göç eklemdi bu devletimiz? Ekildi, başka yerden ekildi. Bular kallarninkini, kalı göçlerini eksport mu kılıdı, import mu kılıdı? Bu göç aşında yapma şengen olmaydı ki bir yerden uyak açık bakan, uyakın sırtın bir yak aykırı vatkan hem de maşındayken. Ama Avustralya, New Zealanda'nın göçleri mi cıkkırdı bir yerde, o göçler magazинlarda varmış yerde. O göçlerini toğulatkan boğallıktan biz de Müslümanlar da asasen onu pek istimal kılmaydı ki. Maşı meğerdeki ben bizdenki maşı yerinin ilgisininki hemmisi tukallarmışlar. Maşılar başında ketken 4-5 öylik var. Maşı öylenin hemmisi bir aileninki. Akufkularninki balları yaşaydı, indisini yaşaydı. Maşılar hemmisi orada tukallarmış erkek. Ama Reis degen bu isim mi? Hem de bu Kanavaki'de alaylı bir kullanılan isimken bu aile ismi. Bulanın bir yerde bek çoğun aileken hem de çoğun uruf tukallık hakken bulan. Maşo Kanavaki, maşo rayonunki üçten birini öz işçiga ağıdek maşinçilik çoğun bir kuşluk bir aileken bu. Şeydeki yerlik küçük ailelerden siz uzun yılımdan alakıp kevitipsiz. Bularınki şu Kanada'da yok olup ketmeyi milletine. Mesela ben ayrım başka bir millet dep uzun yıl yaşap turalışı da nima amillar barken şu bizga o'xshash eşmellerge nisbatan ma'larninki hem de yo'qolib ketmasligidagi sababini siz qanday tushundingiz? Bular mı öz neslini yo'qotmaslik uchun shuning uchun bular o'zini hech qanday birisiga aralashtirmaydi ekan-ku bular. Mashaga masalan yani mashalarga burun hamda mashalarga erkinlikka erishgandan keyin bularga mashani bo'lib berganga ayrim bularning qonuniy hükümeti hammasi ayrim. Bu yerga o sirtdan mayli fransuzlar olsun, inglizlar olsun, sirtga mayli boshqa immigrantlar bo'lsin, bu yerga kirib o'tiraqlashamaydi. Masalan, to'y qilsimi, bular o'zi ishtiga olmaydi, o'ylaqanday mayadiga o'rin bermaydi ularga. Kelib bir mezgil so'g'an bilan hech qanday bir igitachilikqa ega bo'lmaydi-da bular. Sirtdan kirganlar. Shuning uchun bular sap o'ylaqanday hech qaysi boshqa millatlarni aralashtirmay o'ziga mashhurayni kichik bo'lsinmi, o'zi oz bo'lsinmi, o'zini saqlab kelayotgan bir millat ekan endi bu. Bularniki o'zining irodasi bek kuchli. Meyada hozir kelimiz oldimizda bir maktab var. Bularniki shu o'z tilida o'qitadigan maktab bor. Bularniki men shu maktabda o'qimaganlar o'zining tilini bilmaydi bular, bilmaydiganlarmi bor, ham shu inglizchalarmi, ingliz tilida asosan inglizcha, fransuzcha o'qimaydi ekan bular. Yaxshi ko'rmagandan keyin fransuz o'zini. Bizda bir ko'nlar bir gap bor. Yo'lbos izidan yigit so'zidan yanmaydi deganga o'xshash. İyi olur diken de şu sözüge, kıran levsiga iyi olur diken bular. Mana aldığımızdaki şu mektebi mana. Indiyalıların mektebi. Ama şu öptürdükler hemmesi şu özüne ticareti yok. Aylıklar mı var? Başında.
Bularning taraflarini hali ondan yaxshi turdi ekan ham. Burunqi yaqindagi o'rmonlar ichida yashab yurgandek bilmaydi. Bularning uy qurilishlarida hech qanday bir o'zgachilik men ko'rmadim. Bir o'zgacha bundaq bir nimasi saqlanib qolgan uylari bormidi bularning? Bu yerda onda bularniki o'zgacha o'ziniki nimasiga qarata bir saqlanib qolgan antik nimalari men ko'rmadim, unda nimalar yo'q. Asasen hozir yengilishib ketgan hammasi hozirda jahonning taraqqiyoti qarta uylarning o'zlari oldiga qaysi qulaylik bo'lsa shunday qilib selib kirib o'tiradi. Mana mana shu ko'chalarda hammasi mana shu yangilangan uylar hammasi bor. Mana daryo bo'yiga borguncha bu yoqda cho'ng raybir bor, cho'ng daryo bor. Daryoga borguncha bo'lsa mashinalarniki ko'rikdi. Bizning mana shu Shatiga ko'rikdan o'tgandan keyin Mersi deb qo'yamiz. Shunda o'tgandan keyin mana shu Kanavakiga tayyor. Kanavaki'da bu şey resmi nüfus şekli yerliklerden başka bundaq nüfus yoktur ha? Siz mi? Nüfus yok. Başka nüfus yok. Fakat lan şu Kanavaki'deki Indian milleti deyimiz maşallah var. Maşallah ama hem de meyelerde magazilleri var ama maşallah. Öylerimi var, downtown tarafga bularning maşı şehir merkezlere qarab mangdiq. Maşında bir magazilleri mağlamını. Bunun bu yerdeki magazin dükkanlardan bacanmaydı degan gaplar rasmi? Bulardan bacanmaydı, hem baj qo'ymaydi bu yerga ham da shu bahasini o'zini deydi, beji yo'q. Başqa taraflarga qaraganda bu yerda azaraq hamda bajsiz bo'lgandan keyin shu bajni foydalidi hamda bu yerda. Bahasi o'xshash o'sma bajni foydalidi. Alayda qanday bular etlab bunda binolarni silib o'tamaydigan hamda ular o'zining o'tiraqdagi uylari bor, odatdagidek uylar ekan. Bular hamda ko'pincha jiqroq mana shu tamakininki tijoratini qilgan bular. Mana shu o'rmonlar bor, mana shu o'pchilik o'rmonlikda asosan mana shu tamaki zavodlari bor. Bularning kirimi tamakıdıcak. Bu yerdeki yerliklerinin bir dini itikadı var mı ki ya ki dinsiz mi ki? Bular mı şu Katolik. Şunun aşağıdığının işine de bular. Keyinki mesela sizin ballarınız ya ki keyinki nesillerinin bir yerde Uygurçını saklap geliş ihtimallığı var mı ki kandak bulatıdı bu işler? Yani bizde şu kıyınçılık var. Yani biz bununla hareket kılıp şu Uygur tili mektep açımız dep açtık. Lekin bu yerda Uyg'urlar tarqab o'tiraqlashgan bo'lg'achqa bu maktabimiz o'zingga bormidi. O qandaq maktabda qachon Uyg'ur tili maktabini ochgan biz 3 yil bo'ldimi, 4 yil bo'lib qoldi. Biz shu Şatugayda o maktab Şatu bir yerni elib, ikkinchi qavatdan ijaraga elib, shu yer bir mezgil o'qitdik. O'qitib bundan unumini ait yaxshi bo'lgan ko'yat nimasi bilan bu virusning tarqalishi bilan uyanimalar taqilib qoldi masalan 1-2 yil. Shuni ular uyga ijorini vakolatini to'lab o'tavermayli degan asosda uyan taqib turgandik. Bizningki niyatimiz ham demishadan bir o'rin setib olish o'yimiz bor. O'sha Indiyalar rayonidami? Ha, mana rayonda. Indiyalarning. Ya bu rayondan mayli bo'lsin, mayli Shatuga deymizmi, ko'pakkinki biz o'tiraqlashayotgan yerlardan bo'lsin. Qaya bo'lsin mayli, hech qanday muvaffaq bir yer bo'lsa, biz setib bilib, ya'ni qilmoqchi. Setilib qolsa hamda Uyg'ur tilini ching tutish kerak. Bu til bek muhim. Uni tutmasak bo'lmaydi. Şu o'yimiz bor. Endi hozir shunga hammamiz shunga tashnavlar shuni izdinyapmiz endi shundoq bir muvaffaqiyatga chiqib qolsa. Kichik daryo ham cho'ng atrofda. Bor ana shu ko'rik. Shu daryodan o'tgandan keyin masha taraf, masha Indiyalarga. Şimdi ötüyoruz, hem de şundan ötüşü bilen bizim hamma tarafdan xotirjam, mayli insoniy taraf bo'lsin, mayli iqtisodiy tarafda bo'lsin, bu tarafda hech qanday g'imimiz yo'q.
Bizningki bir lam endi seg'inishimiz bor, vatan degan vatan. O'zimizning vatanida yana erkinroq. O'zimizning vatanida mayli ko'y bo'lsin, mayli Zig'ul shahrida tijorat bilan shug'ullangan, bir yerga bikinib qolmagan. Shu bozorning ichida 300 adam bo'lsa, shu 300 odamlar bilan kunduzgidek ko'rishib, uchrashib, salom alaykum deyishib, shunda erkin ozoda shunda yaxshi o'tadi. Bizningki endi shu Xitoyning zulmi bilan keyingi kunlarda, hozirgi kunlarda bir ig'ir qirg'inchilik bo'layotdi. Lekin yurtimizningki bir yerlari yana har qancha bu yerda yaxshi kun ko'rsakmi, vatanimiz bo'lmagandan keyin onun ta'siri bo'ladi ekan. Yuraklarimiz hammamizning degidek yuraklarimizda bir ziydi bor. Hech kunduz o'ylaydiganimiz shu vatan. Vatanniki o'zimizningki vaqtini elib etsak, u yerda bizim erkin o'zimizningki mayli ko'y yurishlarimiz va aloqalarimiz, urug' tuqqanlar bilan bunday o'tgan degan u boshqa gap u. Ulardan mahrum qoldik hozir. Biz endi bu yoqqa chiqib, bu yoqda mayli iqtisodiy taraf bo'lsin, boshqa taraflar bo'lsin, hamma tarafdan erkin bo'lgan bilan o'zimizningki tuproqdan ayrılib qolganimizga nihoyatda afsuslanamiz. Endi hozirmi boshqa bizniki abim deb o'tib ketdim, endi Uyg'urlar sal Montreal ishida yashaydi, mana Shatugayda 30 dek oila bor hozir. Shatugayda ayrim bir shahar kichik. Başqa tarafdagilar, boshqa turklarningki shu meshitlar bo'lamda shunday yerlardan foydalanib bolalarni olib o'shada o'qitayotganlarmi bor. Men Uyg'ur tili bo'lsin, mayli diniy jihatdan bo'lsin, yoqda o'qitayotganlar bor, ba'zilar to'g'rida o'qiyotadi. Shunday qilyotadi. Bizniki meyada Montrealda necha vaqtni qilayotgan faoliyatlarimiz bor. Har bir ishlar bo'lsa hamda Mesela el vakası olsun, mayli barın vakası olsun, qanday vakalar olsa şu vaqtda, kelgan vaqtida namoyishlar o'zimizning noroziligini bildiramiz. Xitoy konsulluğu varimiz, Amerika konsulluğu ulardan talab qilamiz. Shunday bir shahar ishchilarini aylanib, bunday namoyishlarni turamiz. Qo'limizdan kelishicha. Bunun galiba bizning qo'limizdan boshqa cho'ng ish kelmasmi? Shu namoyish bo'lsa, hozir chiqib qilib turyapmiz. Xitoyga qarshi bizniki hech qachon hareketimiz to'xtab qolmaydi. Qancha yoshga kirdingiz? 64 kirdim. O'sha 64 yillik hayotingiz bo'yicha hayotda shu bergan qarorlaringizning ichida eng cho'ng pushmon bo'lgan qaroringiz qaysi? Endi pushmon deb qoldingiz, men pushmon qilmadim desam bo'ladi. Men bu yoqqa chiqqandan keyin birinchi hamda bizningki shu Xitoyning zulmidan bolalarimizni tutib qoldik desak bo'ladi. Bizning ma'li bo'yicha Xitoyning har taraflab bizni zaharlashi, bolalarimizni qasd qilib, mana shu zaharli chekimliklarni taqib g'o'ziladi bo'lsa, shunday buningki mana shu zaharlikka berilib ketib, shuning bilan hayotdan ayrilganlar ko'p. Onu bilimiz, hammamiz bilimiz bunu. Her mahalleden bak. Bunda özümüzdeki ziyan tatkanımız. Ama meyede çıkıp hem de aşılardan, aşı zehirliklerden özümüzden ballarını kutqazdık deyimiz. Lakin köpçülük, köp halkımızdaki nabut olup ketişi, Xitoyninki büyük qilgan zulmü, hadidini hesapsız, yuqori bo'lganligi uchun meningki bu yerga chiqqanimga pushmonim yo'q. Hozir u erkinchilik bo'lgandan keyin shu necha degandek nimalarni yo'lga qo'ydi hozir. Bularni ixtiyor qilsa, maktablarda qiladi endi. Bu bizniki o'zimizniki qog'ini, bizning o'zimizning bolalarni saqlab qolishdagi işimiz. Biz endi bularga kerak diniy tarafdan endi chinroq tutsak, unga qo'shilib ketmasligi mumkin deb o'ylaymiz. Lekin asosan bizning hozirgi vaqtda, hozirgi sharoitda yaxshi ketib bordi.
Bizim aşı özümüzden Uygur tili ve dini taraflardan örüp adetlerimizni ballar onlara düşündürsek, ailede şunu terbiyelep mağsak, bu taraflardan sel uzun söyleşi mümkün. Lekin bizden en sıraydıgınımız bizden ballarımız oldu, ballarımızdan balları buladığında hem de söz aşkın olmaydı. Bula özlükeden asmayası bulap yetiş taraftarımı bu hatırımı var. Şu hatırdan kurtuluş için özümüz müşahedeki cemaatimiz birlikte bir aşında bir orunlu elip mektep içip ballarımızı aşında terbiyelep devamlık aşında kıpmasak belki bu taraflardan sağlık kılış mümkün deb qarayman. Umumiy hayatınız boyunca en çok hoşallığınız nemesi? Hazır hem de hoşallık dese bizdeki hoşallığımız mı taza bilip olamayız cümle. Bizim de hayatı taraftan meyle turmuşumuzun o tarafından şu ballarını terbiyeleş bu taraftan olsun meyle iktisadi taraftan olsun hem de bu taraftan hoşal olsak mı? Biz bir gelip hakaklap özümüzü işimizden çıkarıp götürüp bakmadık. Bunun sebebi şu vatan aralığımızın kârı Xitay'dan kılavatkan bizge zulümü nayt eğer boğallıktan bizdeki külüşümüz menimce mengelik yok biz vatan azat olmak için biz külemeyiz dep oylayım. Bizim küçük vaxtlarımızda hem de vatanda ötüp vatandamız 30 neçe yıl vaxtımızda ötkazdık. Lekin şöyle arzularımız hem de bizimki bu benim zaman balalık vaxtdaki arzularım bolsa ben özümlük bir askerlikke şundan bir qiziqatdım çö men. Qiziqib men askerlikke bir berip özüm bir çeniqtiray degan hissiyatım bolgan. Men qachon bir 18 ga kirgan vaqtimda men özümni tizim tutgan bolsam, Xitoy hukumati bizni askerlikke elishni qo'rqqanmi. Biz askerlikke olmagan şu vaqtda. Onundaki sebep özümüzdeki bir çeniqish, bir Kur'an'ı elip bir adalıqdaki buluş, özümüzdeki, meninki, özümden şahsen bir arzuyum battı. Bizim hamda düşman alıda özümüzdeki kılışkı tegişlik işlerimizde kıvımız battı. Lekin o arzulara yetemedik. Hem de hazır bizim de yaşımızın bir yeri badi. Qağanda şu ballar bağımdı bu ballar bir iş kılsa bizim yana qarab turmaymiz işçi özümüzün vücudu var biz vatanımızdan azad qilish uchun qanday qilsak biz mana shu dunyodagi tashqi dunyodagi birligimizni bir yerga akalalaymiz degan mana shu harakatdan ketib boramiz. Bizniki Islom Jamiyatchilar partiyasi 20-yillar turgan bizniki ideologiyamiz bizni mustaqil qilish shu to'g'risida biz qanchalik kuch sarf qilsak qo'limizdan kelishicha qanchalik harakat qila olsak shuni qilib ketib boramiz. Elim ham to'xtab qolmadik. Biz tiniqimiz chiqquncha bu ishdan to'xtab qolmaymiz inshaalloh. İzleniyoruz bu muvaffaq bir yer çıkmadı inşallah bu izleniyoruz çıkıp kelishi mümkün. Çıkıp kalsa aşında bir iş qilmoqchi. Biz burundan tatib şey kelgandan ya 20 necha yildan ya qilayotgan orzuyimiz shu. Bir Uyghur öyidan birini qilmay bu yerda bo'lmaydi. Bu bo'lsa bizga mana shu bolalarni yetishtirish uchun mayli Uyghur tili bo'lsin, diniy tarafdan bo'lsin, o'zimizning urf odati, yig'ilishları o'tkazgidak shunday bir yerni qilmoqchi inshaalloh bu haqiqatan bo'ladi deb qarayman. Devlet o yaş kullandı mesela meyli mescit olsun, meyli medeniyet merkezi olsun. Bular qo'llaydi, bular hech qanday bu ishga o'zimizning erkinchiligi bu yerda erkinlik demokratik davlat bo'lgandan keyin bu yerda nima ish qilsak uni bu diniy tarafdan mayli til tarafdan bo'lsin bular to'sqinlik qilmaydi. Bular yo'limizni ichib berdi. Onun yardımda mı buluşu mümkün. Mesela bir iş kılsak. Bu mahalle, maşa öpüyoruz ki sevimiz şu maşa reis familik aile. Bulan neyim bilen köprek tamak sodisi dediniz da yezigilik yani nimiş kıldık ya bulanın da asas. Yezigilik kıldığı işi yok bulanın.
O yiyicilik yerimi yok bu. Soğudu mu anda asas? Soda asasen. How are you? Hi. Here's a visit for you. Yeah? Biz qarindoshlar mana bu o'sha Erkin akamizningki uy egisining Yeah, mouse go inside. yerlik millatga shuning uyi. Indiyalarning uyida Yeah. o'zgacha bir narsa bormidi deb shunda qarab baqdim. Normal. The Philippines. Ya'ni ma bir indiyanning uyi ekan, ma bir aqtallikning yoki ma bir ko'chmanningki deb farqidek hech qanday narsa ko'rmadim. No, leave it. Şu bizim ötendeki oyunlar okşaşma oynasa ekan. Bu kişi şu Rice familylik Talbot, ismi Talbot Rice. Bu şu Indiyalarınki otursirkemde asaslık çoğun familya, çoğun aile deyimiz. Maşı öpçürdükler, malanın tukalları, malamı şu tukalları mağı apsırlan dadısı maşı çoğun oğan üy mağı. Apsı yakında tükep gitti. Özü mağı evde oturdu. Maşında. Ama şu etrafta hem de asasen maşının tukalları. Bu ama özüne ait yakşı gibi turduğun, bizni umdan bölüdüğün ağenimiz. Uygurlarni siz arqılık tanıttı mı ya buna kadar düşünemdik. You know Uyghur people? Yeah. Yeah. I know him from him. yeah. Other than that, I never knew. You know what problem Yeah, I know Uyghur what's here? going on. Yeah. I know what's going on. Yeah. With the Chinese thing and the camps and everything, they told me all about it. You have original language? Yeah. What language? It's Mohawk. 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 You speak English? No, not 100%, but I speak. People now is a study, no? They have a school over here. School over there. Yeah? They study now. It's easy No, or it's hard. It's like Yeah? your language, same. The same, yeah. If my mother was here, I would take you and we speak, but you don't hear no more. how old are you now? Me? Yeah. Same, 63. 63. Okşaş yılda benden bir iki şeyler küçük gerek. Testing Uyghur eat. Yeah, I eat You like? anything. Which one? You know name Uyghur eat? One, the chicken outside. Chicken da Toho kormisi da Toho bengi. kormisi. Ha ya spicy. Toho kormisi. Lagman ne aç yap etmeydi bu oğlu bekeydi. Polo? Noodle, Noodle, yeah. yeah. Dumpling, I And try. dumpling and the pizza pie, pizza güçnan. Tamaklarımızdan mısın tetik göde bu? The best one is sushi. Sushi, It's Japanese eat. ya bizimki öpkisi var mı? Eat everything. I have no choice. We eat. So next July, they have another show again. Here, we can go together and you see everything: dancing, singing, food. Bu bizning Uyg'urlarda bor shaman dinidan qolgan halaqi bir hozirgi to'y ko'chirishlarda bundaq bir o't qalab, o'tning ichidan o'stirdigan bularda hozir mashtaq bir o't qalab o'ynaydigan ish bormi? Buladikisi ayrı mı? When is married, is a how is do it married is for some all the thing is when is some people is make it the fire and then the jumping from Right. the This is different. fire, yeah. So some people, me, I'm Catholic. I get married in a church. Traditional, the suit, everything. Some people they wear feathers. The old style. This is the long one. Yeah. It's old style. thing. When is married and then some people is joking that take it shit once Ketchup, inside mustard, mayonnaise. and put it. Yeah. Bular to'y qilgan vaqtida mash qo'ydan chiqqanini qerilleri var mı? Aşılarını pütürlem, aşında atır ike bular. Bizi yetip aşında kılır ike. Mehnat nasi atamdagi yuziga. Ha, aşı yüzüge kim geçkiye yetip bunu kızıkçılık kılıp They put ketchup, mustard. They put you in a trunk, şimdi kılır. and they go beep 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 beep. Hem de go koca on. koca The people aylandırıp come out. They throw egg, something. aşı tom aşında bilimlerini yetip aşılarını kılır. Bu burunqi at bilan qo'g'lashgandan o'rniga hozir moto aylanib Hazır before is make a horse, now is in car, is a motorcycle, not everything. But
Some people, when they get married, they still use horse. Yeah, Like, yeah, use when they horse. pass away, when they die, they still put in the horse. They Yeah. go to the cemetery or whatever you believe. Yeah. Özünün aşı burunqi aşı atölyelerinde yaşaydigan aşı eslini bularlık yoqtip qo'yganlik için biraz bir ko'ngildan bulamdiki va bo'ldi dunyo taraqqi ketdi mashina bilan bo'ldi biz You taraqqiy can qilib like it before all the time or right now is for the technological time now is the car or the motorcycle cannot arrive at that one. You like it is before all the no, time. before, There's a before. horse. Before this one, no good. Ya. Telephone in the house, no good. This one, water in the house. Me when I was small, no. We have to pump the water. Hemen sonu yerden çıkarttı hazır Toilet now in the house, okşamaydı. outside. One Ah, toilet outside. that's right. This is the same me. This the best. is all the This is the same best. thing. Television, it was okay. That's all we had. But telephone is no good. This cell phone is no good. This new technology is no good. Everybody, Yeah. the children, no play outside. Şu balalar hazır texnik çıkınıp ketip talağa çıkıp oynamaya aşına olan bulup ketip mindak kılavatı bizim burun vaqtda onda işler yok diye umurni tuvaletlerimiz hemmisi sırtda hazır işide biz aşı burun tabiatını yaxşı görmez demekçi. Bizim vatandagi o'yinlardan hech qanday bir farqi yo'q ekan bu yerninki. Farqi yo'q. Burunqi o'tgan vaqtimi biznikiga o'xshashgan hamda aşu tuvaletlerimiz sırtda, maşa yatib. Qalaydigan nastim bor ekan mana. Bizim vatandimi o'yinlarga dal mushundaq qiliqi sayti tereytib qo'ya. Başlam o'xshash. O'yinlardagi pomidorlarza hammasi amuşlarniki o'g'lan o'xshash hamda bular mana shunday o'yinni go'zallashtirib Ret kutusu ekan. Öyle. Ben bir xil haqiqatan qiziqmancha bularning hayotiga, yo'liq bir xil yiroqdagi tuqqunimdek. Bu interesting. Bular endi haqiqat to'liq haq bilib ketmaydi-ku bularning hayotini shu. Indian desa, Indian bayliqi tarixni o'rmonlikning ichida yurgan vaqti esimizde qolgan. Esimizde qolgan hamda shunda olam deb o'ylaymiz. Hozirgi o'zgarishlarni bilish kerak-da. Va hammadan qiziqadigan bir hayot. Bulatma bizdeki Uygurlar, Türklerde, Türklerin içinde beklemek çok. Türkler, Indian meti, Indiyalılar Türk meti de başka makalları var. Bu siyasi özünkilik burun halatlarını sözleş için bunun tilini yaxshi bilse, tilini yaxshi bilse, bularning ko'chilab chiqqani bo'ladi. Ularning oilasi mi bor, merdagi ailelik ku bular. Ular bilan uchrashtiruvchi uchun, shularning başında söylab yurib mashina aprip hammasini tanishtirib, so'zlashtirib, buni bir film ishlab qo'ysa bo'g'idek. Hamma odam har xil ishlaydi-da. Biz mushlarning amal bor, mushlarning dardini mo, ichidagi hayotini mo, qiyinchiligini mo, mushlarni anlatib bir film ishlasak, mesela Uyg'urlarning kim chet ellik ishlaydi-ku, kelib mesela. Ama anaqa ashlarning manfaatiga ishlasak yaxshi-da. Anaqa. Ular qo'shiladi bunga. Buni aşa xana yendiki xo'shinsa yendikisi akisining o'g'li. Uning uyog'idagisi buning inisi bor. Eng kichik inisi. Umi mishada hamda xeli nomi bor. Demakchi o'zim bo'liq. Yo'g'on nima o'zim. Bak nocha o'tganga biroq bizning vaqtlarimizda bola vaqtlarida u ma'lum bilan bu ma'lum bilan jidal qilib urushib yuradigan vaqtlar bor. Bularning shunday ekan. Shu mayna no'shgan shu ummala bu ma'lumlar bular shunday urush mayna o'tib nomi chiqqan nimaga bo'niki. Ma o'zim yosh vaqtda qattiq likchak chiray turdi-ku turqidlar zodi. Bu shu mafiyalardek shunday bir roli bor. Ama mush yez olamda yezda xila bular ailesi küçük aile ekan-da. Ha, küçük bularning ailesi. Maşa bunun tuqqanlar maşa saqchilardan bor, hukumat organlaridan bor.
Bularnikiga boshqa hech qanday yani kirib yer boshqarolmaydi. Boshlar o'ziniki qonuniy, o'zining soqchilari bor-da bularniki. Bular o'zi boshqaradi. Bular boshqa tarafdan kirib bularga ma'ni qilsa deb boshqarolmaydi. Bularninki endi bizning Uyg'urlarda burun egir toq boshqa millatga qiz bermaymiz, boshqa millatdan qiz olmaymiz deb endi burun vaqtlarda. Malada mesela bu cihetlerde qandaqroq mesela yerliklar bilan yoki bulardimi ancha bir xalab ketmaydigan boshqalar bilan to'y qilish. Shuning uchun bular aylanma shartni qo'yadigan. To'y qilib ekirsang bo'ladi. Qiz to'y qilib kuyovni ekirishga bo'lmaydi deydigan bunday shartlari bor-ku bu yerda. Buni mana shu yerda o'tirishlish nimasi bilan qistab hamda bularga demokratik hozir hamda erkakchilik bo'lgan ekan. Buna to'y qilmaysan deb nima qilamagan bilan mana shu o'rin bermaymiz undaqlarga deydigan bir tashviqoti bor ekan. Sınışıp kirolmasin deydi ekanda. Kirolmasin. İsmini bir oktarına Bismillahirrahmanirrahim. Halal. Bismillahirrahmanirrahim. Halal fresh meat deydi. Halal yeni göç. Atı gidikki. O Rice degan aşınınki family name ismi. Family ismin Rice Farm deb maşani burundan tatib. Bunun tarixiga qaraganda 40-50 yil ulab qolgan yachu bu. Aşı ismini seviribsiz-da, aşdan masalan. Bunun dadisi aşqan yachu bu. Dadisi içip başında kuşkandı qilib içip qilgan ay burunqi o'rni. Şular qilgan kinoni 30 yil 40 yil yaqin bo'lganda chiqyapti. Mashinadagi egisi Rice degan odam ko'rgan odamcha, mana shu Afrikalik Dixondagi bu mashina yaqin agenisi bu. Bu aşağı 30-40 yildan yaqin birlashgan agenisi. Mao o'g'li hozirgi. Ha, dadı bala. O'g'li, Mao yana bir o'g'li, buniki cho'ng o'g'li. Mana cho'ng o'g'li, mana kichik o'g'li. Mao bizga ishlagan Spanish bo'ldi, bizda ishlab mana Kanada uchun qabul qilmay qaytarib o'tgan. Mana shu vaqtlarda Mamo bizadagi koni italiyalik qassob bu. Yordam qilib ishlagan. Malam shu bizniki qassob bolalar bizada kelib ishlagan ma'lumki ma'ishat ma'dir Indiya malam ma'va bizning odamlarimiz Görmegen